Assalomu alaykum Texnobozor obunachilar va tasodifiy kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda trendda o'tirgan smartfon Samsung Galaxy A56 ni obzori bo'ladi. Xo'p, texnik xarakteristika xususiyatlari, kamerasi, ichindagi imkoniyatlari va bahosini oxirida aytib o'tamiz. Sizlar Texnobozor kanalida men Javohir Jumaboyev. Like, podpiska va shaddan chiqmasin. Esa obzorimizni boshladik. Smartfonimizni raspakovka jarayonini Instagramda aytib bo'ldik. Shuning uchun hozir shunday ochiladi. Ustida balkining qog'ozi bo'lmaydi. Shuni chiqadi. Smartfonimizni olamiz. A56 smartfonimiz. Orqa kamera bloklari o'zgargan bo'ladi, sal noziklashgan. Smartfonimiz korobkasida keyin simi bo'ladi, garantivni taloni bo'ladi. Asosiy narsalari shu. Smartfonimizni o'zgarishlaridan shu asosiy kamera bloki. Yamanda 55 dan ikkiga qo'ydik. 56 buni. Razmerlarida katta o'zgarish yo'q. 56 smartfonimiz salgina noziklashgan. Bu 802 mm bo'ladi bo'lsa, 704 mm gacha noziklashgan. Orqasi Corning Gorilla Glass Victus shishasi bilan, yonboshi avvalgidek metalliki ramkalar bilan jihozlanadi. Avvazni esa tutdi. Kamera glazoka ko'p qo'ygan o'tib toza berib faqa. Shuning dizaynida bo'ladi. Faqa shu hammasi bir xil. O'chirib yoqish knopkasi, ovozni boshqarish knopkasi, dinamikasi, mikrofon, sim karta sotish uchun joy bo'ladi. Yon tarafi pustoy, dapa qismida dinamikasi bo'ladi, ya'ni stereo dinamika. Smartfonimiz xo'p, yoqib olgan vaqtimiz One UI 7 Android 15 bilan jihozlanib keladi. S25 Ultra ni yoqqan vaqti shunday navda keladi, shunday aboyda. Smartfonimiz yana One UI 7 Android 15 sistemasi bilan jihozlanib keladi. Displeyi Super AMOLED 6.7 dyum 120 Hz ni poddesh etadi. 1200 nitdan 1800 nitgacha chiqib turadi. Quyoshdan ya'ni 1800 nit yorug'lik berib biladi. Smartfonimizning ramkalari avvalgi 55 niki bilan bir xil, ingichka emas. Ko'zga ko'rinadi darajada, lekin qo'lda udobstvasi zo'rg'an. iPhone 14 Pro Max ham shunday bo'ladi, o'zgarishi, masalan, yonbosh kraylari, mushlari qo'lga yaqin tushadi. 15 Pro Max chiqqandan keyin yaqinlab boshladi. 15 dan keyin 16 chiqqan vaqtda bistr zaryadkasi kuchaydi. Shu Samsung ham shu tarixni takrorlab turibdi. Chunki akkumulyatori haqida keyinchalik ma'lumot beraman, shunda eshitib o'tasiz. Smartfonimizning protsessori hozirda Exynos 1580 bilan jihozlanadi. 2700 MHz ishlaydi. 4 nanometrli protsessor bo'ladi. Xo'p, protsessorning kuchini biz PUBG Mobile'da sinab oldik. Buni hozir ko'rsatib o'taman. Gerib oladi qana. Buni videolarni ko'rdik. Videolarni ko'rib toza chiqqan vaqtida PUBG Mobile'da 30 FPS tutib berib turadi. Hozir ko'ramiz. Instagram'a video ishlab turgan vaqtda o'zgarish olib ketdi buni. Ya'ni FPS'i birdaniga ko'tarilib ketdi. Hop, sizlar bilan FPS'larni ko'rib chiqamiz. Настройкасы, grafikasi, вот. Плавныйda 60 FPS, balansda уже 45 FPS, высокий, maksimum, HDR yo'q bunda. Ya'ni плавныйda 60 FPS da o'yin o'ynasak bo'ladi. Albatta bu smartfonimizda giroskopi bo'ladi. Giroskop va конечно, bunda endi giroskop bo'lmasa uyat bo'lsa kerak. Hop, bir qo'l PUBG Mobile bosib beramiz endi.
Sizə Samsung, Redmi, Honor hər xil turdagi telefonlar, aksessuarlar kerak bo'lmasa, shunday telefonlara murojaat etsangiz bo'ladi. Telegram, Instagram sayfamizga obuna bo'lib qo'yasiz. Gündəlik bahaları, hər xil bo'lib turgan aksiyalarni bilib olasiz. Smartfonumuzun asosiy kamerasi 50 megapiksel, yordamchi ultravayt va makro kameralar bilan jihozlanadi. Smartfonumuz arka kamerasida 4K 30 fpsgacha video zapis etib biladi. Yani UHD 30 fps, Full HD 60 fps. Smartfonumuz selfie kamerasi ham Full HD 30 fps ekan, UHD 4K 30 fpsgacha video syomka etib biladi ekan. Hazır resim videoları özləriz baha verib ötəsilə. Səhəb tərəfində Samsung Galaxy A56 smartfonu oladı. İki smartfonumuzdan Full HD 60 fps video zapisi tutdu. Rəngləndən haqqında stabilizasiya baha verəmiz. Gördüyünüz Texnobazarımız, Texnobazar Urgent filialı BYD avtosalonu doğrusunda oladı. Samsung Galaxy A56 smartfonumuzun əsas kamerasında Full HD 60 fps video syomka etdiribmiz. Özü 4K 30 fpsgacha video syomka etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Smartfonumuzni ranglar tiniqligini va ovozlarini baho berib o'tamiz. Smartfonumuzun kamerasına sun'iy intellekt qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni One UI 7'de sun'iy intellekt geldi. Ya'ni gerekli joylarni kiritib olsak bo'ladi. Udalenniy obyektda sana şu gerekli joyini kiritib olsak bo'ladi. Mesela şu vez gerekli bizde. O normalni kiritib tashladi. Yumoqqa tepdagiz bilimini. Mesela bir tarafda yana kiritib olgan. O пока что нормально. Şu vez özünü kiritib tashlagan. Ya endi mesela izi kaldı. Yani onun üstünde köp işleshleri gerek. Şundan keyin yaxshilanib boradi. Smartfonumuzda IP67 var, suvat çanga zaşitası bo'ladi. Smartfonumuz 1 metr chuqurlikda yarim soat suvni ichida ushlab tursangiz bo'ladi. Ofitsial garantiya beriladi, lekin men maslahat beraman. Smartfonumuz akkumulyatori 5000 mAh bo'ladi. To'g'ri, o'zgarmaydi akkumulyatorlari. Avvalgi 53, 54, 55 hammasi bir xilgadir 5000 mAh bo'ladi. Lekin degan joyi bu smartfonumuz birinchilardan bo'lib 45 watt bistr zaryadkani poddeshga etdi A seriyasida. O'zi 24 Ultra, 20 Ultralar 45 watt edi. Endi A56 smartfonumuz ham 45 watt bistr zaryadkani poddeshga etib beradi. Ya'ni 50 minut 1 soatning ichida to'liq to'ldirib olsangiz bo'ladi. Zaryadi shu 1 kunlara yetib beradi. Videomiz oxiri, ya'ni xulosa joyiga keladigan bo'lsak, smartfonumuzni flagmanlar yakınlaştıradigan joyi voda zaşitasi bor, suv zaşitasi IP67, akkumulyator уже 45 watt bistr zaryadga oladigan bo'ldi. Ko'pchilik mish-mishlarga qaraganda mana shuni aytdilar. Bu smartfon Instagram bilan kelishib biladi, ya'ni kamerasida video olib turib Instagramga qo'yib beradigan bo'lsangiz, qachon bizmaydi deb aytdilar. Biz eksperiment etib ko'rdik. Bu videoni ko'rish uchun hop, meni Instagram sayfamga kirib, o'sha videoni ko'rishingiz bo'ladi. Qachon hozir nechik sifatini o'zlaringiz ko'rib baho berasiz. Agar Instagramda blog yuritaman desangizlar, bu smartfonda albatta shu videoni ko'rishingizni tavsiya etaman. Smartfonumuz $360, $370 orasida bahosini stoyishi deb o'ylayman. Sizlar necha fikrdasizlar? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Men Javohir Jumaboyev, sizlar Texnobazar kanalida bo'ldingizlar. Like, podpiska bosishdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.